100 ming so'mga Dilmusdan nimalar xarid qilish mumkin? Yuringlar birgalikda ko'ramiz. 100 ming so'mim bo'lsa nima qilardim? 100 ming so'mim bo'lsa o'zim bilardim. 75 mingga shunaqa zo'r ko'rpa bilan 25 ming so'mga shunaqa qo'l sochuvlarni olsak bo'ladi. 95 ming so'mga mana bunaqa chiroyli mini sumkalar. 99 mingga shunaqa sumkalar ming so'm yoningizda qolyapti. 85 ming so'mdan shunaqa zo'r bazalarni olasiz, 15 ming so'm yoningizga qoladi. 65 mingga shunaqa va 69 mingga shunaqa chiroyli ko'ftalarimizdan ham olsanglar bo'ladi. 65 mingga ochkini futlarini olasiz, 45 ming so'mga ochki olasiz. Naqd 3 ta remenni 105 mingga olib ketasiz, yoningizdan 5 ming qo'yib yuborsangiz tamom. 100 mingga 3 ta ro'mol olsangiz bo'ladi. Qanaqa qildingizmi? 55 mingga oldingizmi? Skidka yo'q bizda. Ikkinchisi tekin. 35 ming, 45 ming pulingiz qolyaptimi? Yana bitta ro'mol olasiz. Zo'r-a? 75 mingdan shunaqa zo'r namaznikka olsangiz, 65 mingdan shunaqa zo'r bunilarni olsangiz bo'ladi. 95 ming so'mdan mikser olsangiz, 45 ming so'mdan dazmol olasiz. Девочка xolla, bilasizlar nimaligini? 100 ming so'mdan. Mana shu oyoq kiyimingizdan naqd 2 ta olasiz, chunki bularning narxi bor yo'q 49 mingdan. Домашний тапочкаlardan 2 ta olib ketsangiz bo'ladi, chunki bular narxi 40 ming so'mdan, yana yoningizga 20 ming sizdachi ham beraveradi. 155 mingdan sotilgan, lekin siz hozir bularni skidkada 95 mingdan olib ketasiz. Xullas, Dilmuz do'konlaridan 100 mingga juda ham ko'p narsalar olsanglar bo'ladi. Qaysi birini ko'rsatay, video yetmaydi. Voy, aytgancha. Mana bu originalniy quyilgan parfyumlarimizni ham даже 75 ming so'mdan hidlab, sepib olib ketaverasizlar.